Ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi tomonidan davlat akkreditatsiyasidan o'tish uchun arizalar qabuli boshlandi. Kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yilayotgan ta'lim dasturlari o'quv jarayoni boshlanishidan oldin maxsus davlat akkreditatsiyasidan, bitiruvchisi bo'lgan yoki akkreditatsiya muddati tugagan ta'lim tashkilotlari esa kompleks davlat akkreditatsiyasidan o'tkaziladi. Akkreditatsiyadan o'tish uchun arizalar accreditation.nqa.uz platformasi orqali qabul qilinadi. Platformaga kirish ta'lim tashkilotining One ID tizimidagi yuridik shaxs kabineti orqali amalga oshiriladi va platformaga ta'lim tashkiloti to'g'risidagi ma'lumotlar tegishli axborot tizimlarida avtomatik tarzda yuklanadi. Platforma Soliq qo'mitasi, Oliy ta'lim, Fan va innovatsiyalar vazirligi, Ichki ishlar vazirligining tegishli axborot tizimlari hamda elektron hukumat tizimining idoralararo integratsiyalashuv platformasi va eGov tizimi bilan avtomatik ma'lumotlar almashish bo'yicha integratsiya qilingan. Diqqat! Agar ma'lumotlarda kamchilik mavjud bo'lsa, integratsiyalashgan tizimga aloqaga chiqib, muammoni bartaraf etishingiz mumkin. Ta'lim tashkilotining tegishli axborot tizimlar bilan integratsiya qilinmagan ma'lumotlari ta'lim tashkilotining rahbari yoki rahbar tomonidan belgilangan mas'ul xodim tomonidan kiritiladi. Platformaning boshqaruv panelida kiritilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar alohida qizil rangda ko'rsatiladigan bo'ladi. Ariza topshirishdan oldin ushbu bo'limlardagi kamchiliklar to'ldirilib, akkreditatsiyadan o'tish jarayonlariga mas'ul xodim ma'lumotlari kiritiladi. Ma'lumotlar kiritilgach, yangilash tugmasi bosiladi. Ma'lumotlar yangilanib, profil statusi ma'lumotlar to'liq ko'rinishiga o'tgach, ariza topshirish bo'limi ochiladi. Ariza topshirish bo'limiga kirganda kompleks yoki maxsus davlat akkreditatsiyasidan o'tish tanlanadi. Maxsus davlat akkreditatsiyasi tanlanganda yangi tashkil etiladigan ta'lim dasturi yoki dasturlarni qo'shish bo'limi ochiladi. Yangi tashkil etiladigan ta'lim dasturi kodi kiritilgach, dastur haqidagi ma'lumotlar to'ldirilishi kerak. Bir yoki bir nechta ta'lim dasturlari xuddi shu shaklda qo'shiladi va ular belgilanib, saqlash tugmasi bosiladi. Bundan so'ng ariza yuborish bo'limiga o'tiladi. Bu bosqichda akkreditatsiya uchun ariza ma'lumotlari ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi. So'ng ariza yig'imi bo'limiga olib o'tiladi va invoice ma'lumotlari yuklab olinib, ko'rsatilgan summa to'langach, arizani tekshirish bosqichi ochiladi. Arizalar agentlik tomonidan 15 ish kuni ichida tekshiriladi va kamchiliklar aniqlanmagan taqdirda akkreditatsiya yig'imi bo'limiga o'tkaziladi. Akkreditatsiyadan o'tish yig'imi to'langach, shartnoma tuzish bo'limi ochiladi. Ushbu bosqichda ta'lim tashkiloti va agentlik o'rtasida shartnoma tuziladi va akkreditatsiya jarayonlari boshlanadi. Akkreditatsiya jarayonlari ta'lim sifatini oshirish, shaffoflik va ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi. Barcha ta'lim tashkilotlariga ushbu jarayonda muvaffaqiyat tilaymiz.